Bir kishi kelib payg'ambar alayhisolamdan qiyomat qachon bo'ladi deb so'raveradi. Hammamizda bu savol bor. Qiyomat qachon qoyim bo'ladi? Dajjal chiqdi ekan, Mahdi yuribdi ekan degan gaplar doim bo'ladi oramizda. Payg'ambar alayhisolam nima tayyorlading o'zi ha deb so'rayapsan dedilar. Ya Rasululloh, bir oshcha ziyoda namozim yo'q, oshcha ro'zam yo'q, lekin men Alloh va Rasulini yaxshi ko'raman dedilar. Shunda payg'ambar alayhisolam al-mar'u ma'a man ahabbahu degan yoki anta ma'a man ahbabta degan mashhur gaplarni aytganlar. Kishi sevgani bilan birga bo'ladi. Kimni yaxshi ko'rsang shu bilan birga bo'lasan dedilar. Shu hadisning roviysi Anasni bir qator gapi bor. Sahih Buxoriyda Imom Buxoriy bu hadisni keltirib, uning tagida hadisning roviysi bo'lgan Anas ibn Malikning so'zini ham keltirganlar. Qarang, Anas aytayaptilar-ki, "Fa ana uhibbu an-nabiyya sallallohu alayhi vasallam va Abu Bakr va Umar va arju an akuna ma'ahum bi hubbi iyyahum va illam a'mal bi misli a'malihim." Men payg'ambarimizni yaxshi ko'raman, Abu Bakr va Umarni yaxshi ko'raman deyaptilar Hazrat Anas. Va ularga bo'lgan muhabbatim sababidan ular bilan birga bo'lishdan umid qilaman, agarchi ulardek amal qila olmasam-da dedilar. Ana bu biz uchun eng muhim gap mana shu do'stlar. Ularga bo'lgan muhabbatimiz sababidan ularchek amal qila olmasak-da, ulardek amal qila olmasak-da, ular bilan birga bo'lish shansimiz bor demoqchiman. Payg'ambar alayhisalom Abu Bakr, Umar, Usman, Ali radhiyallohu anhum salafi solihlar bilan birga bo'lish ehtimolimiz, shansimiz bor. Bu shans eng qulay shans. Allohimdan o'rgilay, shunday bir shans berdiki, bizdan oshcha mehnat, qo'l mehnat talab qilinmaydi. Qalbdan ozgina muhabbat bildirib qo'ysangiz bo'ldi. Muhabbatingiz qalbdan chiqsa va yaxshi ko'rsangiz, o'sha yaxshi ko'rganingiz bilan siz salafi solihlar, chahoryorlar va payg'ambar alayhisolamning saflarida qiyomat kuni tiriltirishingiz mumkin bo'lar ekan. Alloh taolo hammamizga ana shu martabalarni nasib etsin. Payg'ambar alayhisolam hamd bayrog'ini qadar ekanlar mahshar kunida. Hamd bayrog'i, livoil hamd dedilar. U hamd bayrog'i belgi bo'ladi. O'zlari turadilar. U zotning yonlarida sahobalar, chahoryorlar, siddiqlar, shahidlar saf tortadi. Biz ham umid qilamizki, ularning safidan bo'laylik. Uning uchun bizdan bir narsa talab qilinyapti, ularni yaxshi ko'rish. Payg'ambar alayhisalom va sahobalarni qanday yaxshi ko'ramiz? Payg'ambarning avlodini va merosxo'rini yaxshi ko'rish bilan bo'ladi. Ahli baytni va ahli ilmlarni yaxshi ko'rish bilan bo'ladi. Ahli baytni munofiq odam yomon ko'radi deganlar payg'ambar alayhisalom. Alloh taolo hammamizga ahli baytga bo'lgan muhabbat orqali Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga muhabbat darajasini bersin.